Dunyodagi eng qimmat shaxsiy qatnash quroli zodi nima? 40 millionlik Bugatti Veyronmi yoki 200 millionlik shaxsiy aeroplanmi? Yo'q, hammasi emas. U dal dengizdagi xon ordisi deb atalgan hashamatlik saylik kemasi. Undaqda biz bugun ko'pchilikka yer sharidagi eng qimmat 5 chong shaxsiy saylik kemasini tanishtiramiz. 5-si Dubay numeri. Uning bahosi taxminan 2 milliard 600 million yuan xalq puli ekan. U Dubayning bir ko'chma 7 yulduzli yelkanli kema mehmonxonasi bo'lib, umumiy uzunligi 162 metr ekan. Dunyodagi 3-chi uzun sayohat kemasi hisoblanadi. Uningda 115 nafar parad xodimi mehmonlarni eng oliy dengiz usti mulozimati bilan ta'minlaydi. 4-si Sariq Qashtashi nomli sayli paraxoti bo'lib, bahosi taxminan 3 milliard 300 million xalq puli. Bu saylik kemasida jami 7 paloba, ulash vannasi, kinoxona chaniqishi va usti uchuq suzish ko'lchigi. 2 dona tukchar qo'nish supsi bor bo'lib, uni haqiqiy dengiz usti ko'nglatish maydoni deyishga bo'ladi. 3-si Azam nomli sayohat kemasi bo'lib, bahosi taxminan 3 milliard 800 million xalq puli. Bu saylik kemasiga ko'nglatish rayonidan boshqa yana boshqarilgan bo'lmadan mudofianing sistemasi hisoblangan. Dengiz qaroqchilari uchrab qolsa o'zining chetkelishdan boshqa tanlash yo'q albatta. Buningda 1 yilda 200 million yuan tijorat va asrash xarajati ketadi ekan. Ikkinchi o'rin turdig'ini kundalik tutish numeri. Mo'lchar bahosi taxminan 9 milliard 700 million yuan xalq puli. Bu dunyo bo'yicha ikkinchi chong saylik kemasi bo'lib, yasalishdan narxi 3 milliard 200 million yuan xalq puliga yetadi. Ega bo'lg'ichi rossiyalik cho'nqiri Roman Abramovich bo'lib, uning yana bir salohiyati yanada Chili komandasining klubining xo'jayini. Butun saylik kemasidagi o'yinning hammasiga o'q o'tmas aynak saplangan. Saylik kemasining sirtqimo boshqariladigan bombada mudofianing sistemasi va tajovuzchilarning tekshirish sistemasi saplangan. Birinchi o'rin turdig'ini tarixdagi hurmat numeri. Umumiy qiymati 29 milliard xalq puli. 29 milliard degan qanday qon? Agar sizda 29 milliard yuan bo'lsa, forum boylar tizimlikida oldingi 200 o'rinda tura olasiz. Bu faqat bir saylik kemasining bahosi. Kunning operishidan 20 milliard yuan qimmat. Butkul sayohat kemasining sirtqi ko'rinishi sop oltindan yasalgan. Ichki qismiga ishlatilgan materiallarning hammasi dunyodagi eng qimmat metal va yoqutdan yasalgan. Bu siz va biz uchun hashamatlik buyum. Ammo boylarga nisbatan bir o'yinchoq xolos. Agar sizning pulingiz bo'lsa, bu shunday o'yinchoq setib olamsiz. Bo'san mazmun mushar oyoqlashdi. Sinchoq salonning mazmunini yoqtirsangiz, yulduz belgisini besib qo'ying.